Ya, hozirdan boshlab omonat bo'lishi o'zimizning omonatlarimizda tinglatyapti. Yerda mening sizga o'zi ko'p sala bo'yicha o'zingiz ishlab ko'ring. Her hayvan sayın olan ilk tahmosu yapar. Yani bizga 10 yil amalda biz kamchigan hamshira o'z aqlsiz o'tirdi, ya'ni o'z har kun sayin riskga qo'shib o'tirdi. A2 kunishisi shunda bizga 10 va teng bo'ladi, A3 kunishisi 10, A4 kunishisi 20 va A5 kunishisi 20 diskga, A6 kunishisi 10 va A7 kunishisi 35 ga teng bo'ladi. Bizga birinchi diskga bo'yicha televizor stansiya turni aniqlaymiz. Bizga bu arifmetikalik konversiya bo'lib qoladi. İkinci aritmetik progresyanın birinci müşesini yani ayırmanın temel dediğimiz. Bize birinci müşesi disketi var, ayırmında arasından diskten çıkardı. Şimdi bize ikincisinde aritmetik progresyanın en müşesi forması olur. Biz en müşesi forması kullandık. Yani A7 müşesi biz Terus ayam ini saya misalnya ayam yang biasa terus apa nih gitu dengan kalau sudah terus bisa turism yang saya sebagian juga.